Duo o'zi Qur'onda kelgan, buyruq shaklida kelgan. Avvalo 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deganlar. Nima uchun? Inson piyoda yurishi qiyin. Ulovga minishi unda bir ko'tarinkilik keltiradi. Misol uchun o'sha vaqtda tuyani minsa, baland bo'lib ketgan. Hammadan yuqori turibdi. O'tirgan joyida endi bemalol ketadi, tuyasi yuradi. Hozir mana mashinaga minsa, o'sha ham shu piyoda ketganlardan u ustun bo'ldi. Mashinasini rusumi sal yuqoriroq bo'lsa, toza hovliqib ketadi. Ana Allohu akbar deb o'zini pasaytiradi. Ulov minganda insonda paydo bo'ladigan ko'tarinkilik, maqtanchoqlik, boshqalardan ustunman degan his tuyg'uni Allohu akbar so'zi bilan pastlatadi. Men ozgina ko'tarildim, lekin katta yuqoridagi zot Allohning o'zi. Men hech narsa emasman, pastman deb ana 3 marta Allohu akbarni aytish bilan o'zini o'zi joyiga qo'yib oladi. Ana u piyoda ketayotganlardan ustunman degan kalladagi xayol chiqadi. Ular ham menga o'xshagan odam, lekin Alloh menga shu ne'matni berib qo'yibdi degan holat keladi.